Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugungi rolikimiz Uzgazol zapravkandan gelsam bo'ladi. Bo'ron zapravkandan gelsam bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, 3 qavatli Yevro remont dushalgan hovli joy chiqdi. Zudlik bilan sotiladi. Xalasangiz pazarni xod, xalasangiz pazarni xod emas tarafi sotiladi. Troytilla urilgan, balkonuna ega, podvalna, garajina ega. Bog'am bog'. Halifallar qilingan, hapshib ketilgan shifrlar, polni burchatga qilingan kolodeslar chiqqan ekan, hurmatli obunachilar. Yo'la yaqin 13 yurt tutdi. Burchatga ham kafel bilan kombinatsiya ishlatdilar. Birilolar qo'yilgan, polnisti hamma sharoitini ega. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Gaz toshchalar oldindan o'tib tutdi, svet toshchalar yeb tutdi. Sho'chiklar taqilgan. Doğru girib yasaladon jemchiq svet troytilla urilgan ekan. Hurmatli obunachilar, bu chetdan tanishib o'tamiz. Bismillah deb boshlaymiz. Beramiz garaj qismimiz. Garajimiz 3 metr, 14 metr. Ya 13 ya 14. Her kuruç har xil quradi. Birolar 15 qilganlar ham bor. Beramiz yana suv to'shgan tashalgan. Xalasangiz vodoprovod, xalasangiz skvajin bor. Polностью kanalizatsiyada uklon bo'yicha uстановка etilgan, hech qanday muammo yo'q. Skvajin uchun aynan tashalgan. Havo aylanib turadi. Fundamentini, podushkasini umuman gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Beramiz bog' qismimiz. Spakul filancha ekan. Podvaldan ham, garajdan ham foydalansangiz bo'ladi. 3 mashin bemalol sig'adi. Hatto garajdan ham ataplini o'tgan ko'rib turganingizdek radiatorlar qo'yilgan. Zifler kotellarimiz qo'yilgan. Konturni stabilizator, filtr, reduktor, hatto suv nasoslargacha sirkulyatsion qo'yib tutdi. Ikkisi o'zindagi bilan 3 bo'ladi. Hurmatli obunachilar, birovlar tikuvchilik, birovlar salon, birovlar trenajyorniy zal. Kim nov istasa, shundan foydalanib biladi. Garaj podvalni beramiz polностью proxodlar qo'yilgan. Atizani ega 200 kvadratli hovli joy. Arka tomondan ko'rinishi hovli joyimizni hozir oldindan girib ko'zitaman, xudo xolasa. Hamma o'zi qulay. Bu yerni xalasangiz barbekyu ating, xalasangiz yoziq hojatxona, xalasangiz naves qiling, xalasangiz topchan qo'ying. O'zingiz qulay qilib olaverasiz. Gul ekasizmi, daraxt ekasizmi? Yangi gaz so'chiklarimiz ham qo'yib turibdi. Hozir oldi tomonini ko'rsatib o'taman, hurmatli obunachilar. Bismillah deb boshlaymiz. Xudo xolasa hammamizga shunday xayrli, fayzli, yaxshi uylar nasib etsin. Beramiz dalan qismimiz. Eshiklarimiz damir eshik, obshipka qilingan ekan. Hatto bo'ylani ugullari ham urilgan. Muayliklar ham yaxshisidan qo'yilgan. Kafellarimiz indiskiy kafel yaxshisidan qo'yilgan. Vodokoniklar ham qo'yilgan. Svet avtomatlarimiz qo'yilgan. Polностью отдельно qilingan, hurmatli obunachilar. Gilamlar döşalgan. Lyustralar qo'yilgan. Patologimiz gipsokardondan ishlov berilgan. Galogenlar ham qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Hamma o'zi qulay. Lyustralar ham yaxshisidan qo'yibdilar. TV zonalarimiz ham zamonaviy, antenna joyi, rozvetka joylari bor. Dalanimiz ham kichkina emas. 7,5 metrofi bor. Berimiz eshiklarimiz yarım eshiklar qo'yilgan, narishlik koronalari qo'yilgan. Aynalar, zamoklar, polностью sharoit qilib qo'yibdilar. Berimiz zal qismimiz. Zalimiz ham kichkina emas. Kamida o'zinasi 6 metr bor. Kombinatsiya ishlangan abo'ylar polностью, patologlar ham gipsokardondan polностью figuralar chiroyli shakl berilgan. Lyustralar ham qo'yilgan. Ichi matviy natijali patolog ekan. Ramka olib, chiroyli etib mo'yishdan bo'ylab bilan kombinatsiya etibdilar. TV zonalar ham katta polностью katta televizor uchun moslashtirilgan.
Antenna joyi, razvedka joylari hamma o'zi sharoit qilingan. Bu yerda hatto daborlar ham qilingan ekan, hurmatli obunachilar. Ramka olib chiroylatib ustanovka qilingan. Polnisdi abo'ylarni yopishtirib, chiroylatib ko'ngillayinlatib. Bu yerimiz zinamiz ham gilamlar qo'yilgan. Polnisdi. Bu yerimiz sanuzelimiz. Unitazimiz ham yaxshi qilingan qo'yilgan. Bu ekan. Royal original firma Ariston 80lik Avalon vannalar qo'yilgan, unvonliklar ham qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Razvedkani tasavvur qiling. Kafildan ham kombinatsiya ishlatibdilar, oq-qora. Patologimiz motivini tuzma ekan. Hatto elektronik dimoxodlar ham qo'yilgan. Bu yerimiz oshxonamiz. Bu yerimiz zina qismimiz, hurmatli obunachilar. Zinani teni bir chiroylatib beklab qolasangiz, kladov hisobi bir kuxniyaga kerakli narsalarni tez yaqin kladov narsalarni qo'ysa bo'ladi. Bu yerimiz spalnimiz 3,5. Bu yerimiz to'pli pog'onli kollektorlari, qo'ydilar MDF bilan. Bu yerimiz eng bog' qismimiz, hurmatli obunachilar. Eng bog'imiz. Akfa ramlari. Gilamlar döşelgen, abo'ylar ham mo'l ishlaydi, hurmatli obunachilar. Hamma o'zi qulay. Bu yerimiz oshxonamiz. Gaz tochkalar gap tutdi. Kanalizatsiya tochkalar polni ustanovka bo'lgan, suv tochkalar girgan polnisi. Lustralarimiz ham mening har xil chiroylisidan qo'yibdilar. Kafellar ham polnisi fartuqlar urilgan. Bu yerimiz polnisi tayyor qilib qo'yibdilar. Hamma sharoitida ega, hurmatli obunachilar. Yuqori bilan dam chiqamiz. Tashonkalar ham yaqin orasi ochiq emas. Yosh bolalar yiqilib tushmaydi. Shunga planlashtirilgan ko'p odam har bir zinaga bir dona qo'yadi. Bular ikkini qo'yibdi. Hatto ugullar ham urilgan, hurmatli obunachilar. Bluetooth. Bu yerimizning 3-chi qavat. Podval garajsiz 2-chi qavat. Eng bog'imiz. 200 kvadratlarning bog'lari yuning bo'ladi. Joy normalniy etib olinadi. Bog' katta qilgan to'pli bo'lgan kollektorlari. Xalasangiz ilib, xalasangiz kamaytirib ko'rasiz. Bu yerimiz oshxonamiz usti, bu yerimiz spalni. Yuqorida 4 xona, pastda 2 xona, plus yana bir daloni bor. Общий 6 xona bir dalonimiz bor. Her xonamizda bo'yi har xil etib ishlangan kombinatsiya etib. O'zini mos etib, eshiklarimizni sifatli eshiklardan qo'yilgan qo'yma. Bu yerimiz sanuzel, unitazimiz va namunalik bor. Narisi koronachi bor. Gilamlar ham döşel tutdi. Abo'ylarimiz mo'yishni. Narxini yaradan bo'lsak $90,000 deb tutdi, hurmatli obunachilar. Doğru gelib, kadastrni ko'rib, notariusda pulingizni beraverasiz. Hech qanday muammo yo'q, dokument bo'yicha. Sifatini ham o'zingiz tekshirtirib olishingiz mumkin o'zingiz. Spesialistingizni. Bu yerimiz dalonning usti. Adasimiz ham 7,5. Bu yer ham shu kombinatsiya ishlangan, hurmatli obunachilar. Balkonuna ega. Bu yerimizning balkon. Balkonimiz ham 1,5 3,5-4 bor. Narxini aytib o'tirdik. Mesda palazinasini aytib o'tdik. Maktab, bog'cha qulayligini ham aytamiz.
Bog'chada muammo yo'q, maktabga bir transport bo'yicha boriladi, hurmatli obunachilar. Narxi $90,000. 200 kvadrat, 3 qavatli hovli. Hurmatli obunachilar, keyingi videolarda görüşünce deymiz. Sağ olun, aman bo'lin. Podpisasiya qilmanglar, podpisasiya qilsin, like bosing. Salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşünce.